Televizyon köylüsler, kadirli dostlar, güzel ve bayashat Avat nahisi Doğu medeniyetinin ana bölüşüklerden biri bulup süptü bilen güzel sanatının köp tırnaq şekillerinde ölçmez namayendilerini operaydı kılıp halkımızga manevi zevk ve estetik duygu atakıp gelmekte. Biz bugün heves bilen tilga ilayotgan Avatdagi dehqon ressamlar sözümüzün delili süptüde Doğu medeniyetini yıldız ve manba qilgan asosda bizga to'q qo'shib kelayotgan bizning to'qkor san'at shaydonlaridir. Biz bugungi suhbatimizda mushu Avatdagi dehqon rassomlarning umumiy ahvoli, shundaqla ularning ijodiy haqida suhbat qurishni loyiq topdik. Men oldi bilan bugun suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Avat nahiylik 3-o'tir maktabning til adabiyot o'qituvchisi Tursun Hasan. Avat nahiylik Yengiriq o'tir maktabning o'qituvchisi Osman Soyim. Avat nahiyisidagi dehqon rassomlarning vakili İlyas Bovdun. Tursun Malım, siz o'qituvchilik kasbi bilan shug'ullangan qancha yil bo'ldi? 25 yil bo'ldi. Mushu Avatdagi dehqon rassomlarning ahvolidan aslida xabaringiz bo'lishi mumkin. Dehqon rassomlardan do'st tutdingizmi? Do'st tutdim, masalan, Elijon Qurban qatorliq yeni rassomlarimiz bor. Bularni nazariya jihatdan masala so'raydi. Ham ma'nosi qanday prinsiplarga, qanday o'lchamlarga uyg'un. Ma sizga rassomlarimiz qaysi tarafga, san'at nazariyasiga, san'atning qaysi prinsipiga keldi? Qaysi tarafga mos kelmaydi degan masala haqida masala so'raydi. Ammo o'zimning bilganlarim bo'yicha tegishli teklif fikrlarini berib qo'ygan. Elgag'am el-ishi rassomlari ellik etrafida. Avatdagi dehqon rassomlar ilhomni zodi nereden oladi? Bularning barliq kelishida qanday bir tarixiy izchillik ham bir ma'naviy rishta bor deb qaraysiz. Aqlliq, farosatlik, jafokash ajdodlarimiz uzoq mezgillik hayot musofasi jarayonida tabiatning tivishlariga quloq solib, tabiatning muңlarini anglab, tabiatning qayg'u, shadliqlarga jur bo'lib, xushal bo'lgan chaqlarda mashrab maqsud usullarini aytishib, musibatga, qayg'u cho'mgan kunlarda qo'shiqlarni to'qishib, marhumlarning ro'yiga yaxshi tilaklarni tilishib kelgan. Undan boshqa tabiat ato qilgan o'sha siyirlik zaminda to'g'roq, shulg'un va turli tabiiy o'rmonliklar bizning san'atkorlarimizni turli san'at shakllari bilan ta'minlatgan. Masalan, to'g'roqlarni arz qilsak, turli shakllarda usul o'ynayotgan to'g'roqlarni, turli turmush odatlarimizga uyg'un kelgan to'g'roqlarni, masalan, boshmaylar, saqalliq bo'ylar yaptı kirgan. Hatto tabiatning javri jafosi jarayonida ba'zi to'g'roqlarimiz uçar qushlag'mayib ketdi. Bizning dehqon rassomlarimiz quyuq yezi turmushi, afzal tabiiy jug'rofiy muhit, mukammal san'atga to'ygan turli omillardan ilhom va zavq olib, hozirgacha qalbish qalamlarni qo'ldan tashlamay, bizning chiroyli urf-odatlarimizni, madaniyat maroslarimizni, turmush shakllarimizni, xalqimizning xushchiroy, mehmondo'st, uch yurib karakterini türlü renk, sizik ve şekiller orqali erkin ifadalab keldi. Osmancan, siz bu yıl qancha yosh chiqardingiz? 36 yosh chiqardim. 36 yosh chiqardingiz. Güzel san'at o'qituvchisi bo'lg'ili qancha yil bo'ldi? 18 yil bo'ldi. Bolalarningki rasmga bo'lgan qiziqishlik qanday? Bolalarning shu rasm degandan hissiyatni ifodalayotganda til bilan yezikdan qolsa, uchinchi o'rinda turadigan muhim ifodalash vositasi. Nurg'un o'quvchilar özününki sabiy, oddiy xiyollarni, qiziqish havaslarini rasm orqali ifodalaydi. Demak, ularning bir xil qiziqishi bor. O'zingiz sizga rasmlarni xeyli ko'p bo'lishi mumkin. Qanchalik rasm chizdiingiz? Odatda tipik rasmdan hamda masalan ko'proq ajr qilgan, bir hafta, bir oy vaqt ketgan rasmlar bo'ldi uning ichida. 5-6 minut chizib bo'lgan rasmlar bo'ldi. Ko'proq ajr qilgan hamda mazmun bir qadar cho'nqur, mukammal bo'lgan rasmlarmi bir 20-30 parcha bor. Odatda sizga rasmlaringizdan izchil umumlashtirib sanaganda bir 300 parcha rasm bormi? Bor.
Endi sizning bu sizga resimleringizde dolan turmuş aks etadi qanday? Aks etadi. Hamda diyorimiz avat bo'stonli, to'g'riq, yulg'un o'rmonliqlari, jongonliqlar, qumliqlar birlashib ketgan coğrafiyalik alaylik ega. Mushtaq boshqa meniki ijaraatlarimda asosan mush avat xalqining turmush alayligi, bo'libmi san'at jihatga alayligi. Ondan boshqa saqlanib qolgan an'anaviy faoliyatlari. Masalan, mashrab, to'y-to'kin, bayramlik faoliyatlar deymiz, mushunday faoliyatlar. Ondan boshqa rayonimizdagi o'zgacha tabiiy muhiti, manzarasi, mush xatarlarni moslashtirib ifodalashga ahamiyat berdi. Sizning nazaringizda avatdagi deqon rassomlarning rasmlaridami ba'zi bir alayliklar bo'lgan bo'lishi mumkin, shundaqmi? Endi so'rab baksam, o'sha avatdagi deqon rassomlar ilhomni zor qayerdan oladi? Avatdagi deqon rassomlar asosan birisi quyuq, do'lan madaniyat puruqiga ega bo'lgan yez turmushdan oldi. Undan boshqa avatlarningki an'anaviy ishlab chiqarish va turmush, ishlab chiqarish va turmush deganimiz keng mazmunda o'zgardi bu. Ishlab chiqarish va turmush rasmimizdan ko'rinib turdi. Avat deqon rassomlari o'zi qilayotgan emgakdan, o'zi qilayotgan ishdan ilhomlanib o'zining hissiyotini ifodalaydi. Yana birisi do'lan madaniyatiga doir xalq orasida tarqalib yurgan rivoyatlar. Yana do'lan deqon rassomlarininki muhim bir teng manbasi. Deqon rassomlari shu taraflardan ilhom oldi. İlyasga biz qancha yosh kirdingiz? Ben 64 yaş. Siz mushu qancha yoshlaringizdan boshlab mushu rasm ijodiyatiga ishtiyoq bog'lab mushu ko'chib kirib qoldingiz? 9-10 yaş vaxtlarım ustazımızın şu resimle ders etadigan, kuşkat etadigan vakti bizge şu tavsilik veretti. Şu tavsilikta izimiz yaş gördüğün, izyanlık izimiz çıkardık degen birer şeyi deyimizden süt çıkmalı diye tavsilik verdik. Şunun bilen ben bir olma, şöyle günlük şu olmanın 2 kitap yapırmak bilen bir olmanın süt kelime tavsilik ettiği. Şu zamanlarda 5 numara, hazır 100 numara, şu çakda 5 numara. 5 numara verdi. Lekin sabah başlarının arasında beni bir kadın maktaydı da bana acayip bir koşarlık bilindi bu. Şu vaxtlarda. Şunundan başladıgan desem olurdu. Orta mektep çıkandan keyin bir yerde resim kurcuğumuz var. Sınıflarımızda ya mektepimizde Karadaşkı deyimiz, tam gezileri deyimiz, moşinonga xat yazılgan, resim yazılgan işler çıkanda okuşat devrimizde bizim moşinonga tavsiye kılıyordu. Biz bunu kılınız. Moşinonga ben bara ama şu resimni zaten ders vaktinde mi oturdu? Siz mesela kallamı ders işmeydiğen bir adet mi yürüdürülüp kaldı şu vaktinde? Avatdagi deqon rassomlarning sonini 50 dan oshdi dedik. Balkim siz mushlarning ichida eng peshqadam bo'lishingiz mumkin. Shundaqmi? To'g'ri. Endi mushu sizning his qilishingizcha, mushu avatdagi deqon rassomlarning sizayotgan rasmlarida qanday rang aloyligi bor? Boyaq jihatdan qanday boyaqlarni ishlatadi deysiz? Endi hozir bizning ishlatayotgan boyaqlarimiz 9 xil boyaq. Masalan, qizil, yeşil, oq, ko'k, ovrang, seriq, yana qo'ng'irrang deymiz. 9 xil rang ishlatyapmiz. O'sha avatdagi deqon rassomlarningki ko'rgazma qilingan rasmlari intayin ko'pga, buning ichida tipik ahamiyatga ega alayda rasmlarni qo'yibdi. Balkim sizning rasmlaringizmi o'sha ko'rgazma qo'yildi-ku deyman. Mening rasmlarim shu yaqin yanım ko'rgazmaga shu doiraning ichida, masalan, Ishmurtaga sayilga oyda tog'a rasmlarimizni endi shu Talat muallim matbuotga manachi bo'lib ketdi. Lekin ma'u bizningki hozirgi endi 8 nafar bola asos bo'lib bu bolalarımızın sizga rasmlari bunun ishida safida masalan Amerikada ko'rgazma qilindi. Tursun muallim, endi avatdagi deqon rassomlar o'zining soddiy hissiyotini nihoyat bir dodillik bilan palpish qalamlar orqali uni qog'oz yuziga tushirib, mushu rang, bo'yoq, hissiyot omillarini uning qo'shib bir güzel san'at buyumiga, san'at asariga aylantirdi. Bu bir bo'sh gap emas. Endi demak mushu avatdagi deqon rassomlarningki sizga rasmlarining madaniyat qatlamini bir qancha nuqtadan bir yig'inchoqqa ko'rsatib bera olamsiz? Bizning deqon rassomlarimiz sadda estetik qarash, oddiy sadda tasvirlash usullarini qo'llanib, do'lan Uyg'urlarningki uzoq tarixiy musofasini ko'p xil usul va ko'p xil shakllar orqali ifodalab kelgan. Masalan, bularningki rasmlarda do'lan Uyg'urlarning mashrab muqamlarning izlari topildi. Do'lan Uyg'urlar yaratgan şanlıq medeniyetinin kadimi iznalları topildi. Mesela Tanglima,
кигиз қатарлық тұрмыш бұйымдары, ondan başka aile yapıları қатарлықларда hazır gerçi kadimi medeniyetinin iznaları sap ve aynen sağlık kelген. Ondan başka 80'li yıllarda барлық bulan Uygurlarının öyleri ak bilen akartılattı. Ak bilen akartılgan öylerinin körkamlarına türlük resimler sızlattı. Mihmakanlı öylerinin ögüzleri ilkisi şekillik ögüzülüp otursa hayvanat, üsümlüklerinin resimleri, jaylaklarının resimleri sızlattı. Darvazlarımızdı mı? Nakkaşlık, oymuşçılık, ressamlık sanatının Ruşen namayendirine hazır takılıp buldu. Ondan başka halkımızı cafakaş halk dedik. Çünkü halkımız tarımdan ibaret bu kadimi zamanda tarımның uzak esirlik nidalarına kulak silip, anı tarım bahşetken imkaniyetlerden mayırıqda faydalanıp, türlü turmuş şekilleri, mesela ovçılık, dikkançılık, bağbançılık, kol ünerbençilik sağlarda özgüçe medeniyet katlamları yaratқан. Şu medeniyet katlamları mı bizim dikkan ressamlarımızın sızgan resimler arkalı hazır sağlanıp geldi. Mesela Ömercan Muhammed sızgan Bazargı Meңеш деген resimni misal algan bolsak, bu resimde bir jup dikkan kız yigitinin erinin boynuga xurjunun atıp, kızның құшылы суетке тұқымды silip, bazarga ep mangan altı tasvirlenген. Şu resimde mi biz dolan Uygurlarının netice eseri ilgirikki, iktidai turmuş şeklini kör olayız. Hatta bulanıki keygen kişinirden, beşiğatlar, rumallardan, bulanıki kaş, köz, atanlık, çıraylığı birilgen renglerden. Dikkan ressamlarımızın ki beddi mağarını görüp kalmasından belki ötmüştü ecdatlarımızın tabiatla maslashib, tabiatdan uzoq tutib, tabiat bergan imkoniyat va shashratlardan moyillikdan foydalanib, o'zining jismoniy go'zalligini, tabiat go'zalligi bilan birlikka keltirishlik, yuqori yashash iqtidorini to'liq ko'rishga bo'ldi. Demoqchimizki, diqqat rasmlarininki rasmlarning madaniyat qatlami ko'p xil va cho'nqur. Bizde mükemmel bir sanat obzorçılığı şekillendiği şunday ahvalda biz bulanıki resimlerinin ki estetik kıymetli, bədii kıymetli, tarihi kıymetli, ictimai kıymetini görüntülüşke hakikaten mi acizlik kılatımız hem acizimiz. Sokrat'ın bir gepi var. Her kandak bir adamның vücududa bir kuyaş oludu. Gep onu kandak parıltışta degen gep. Hem biz dekallarını okulalda natural ilgilikli şoğulunu atkan etizerikinin kuli ya şunun bakşendi bu bolsa dep qarsa oqilmaydi. Uladımın nurgun anjayatı özgürüşler var. Yezi yaşlardaki hazır fikir çoğunkurluğu, kitap okuş, özünün katlımını qayta yaratish, qatarlıq cihetlerden nurgun ehmiyetli işler işlenip oturdu. Demek dekar ressamlarının dadıllık bilen kulu kalem ilip sanat sahasında özünü namayan kılışı, bu sahada az dolu pelli yaratışı o çok muayyenleştirişki tegişlik bir hadise dep qaraymiz. Hem de Osmancan, siz avattaki şu ressamlar bilen dost dediniz. Ular bilen koyuq bir ilişkiliş kıldı ekensiz. Hem yakından buya özünüz bir ressam bulup süptiniz bilen şu resimlerine dikkat kılıp kepsiz. Hem de şu dikkat ressamlar sizga resimlerinki alaylılığı var dep qaramsiz. Avat diqqatlar resimlerinki alaylılığına tövendeki bir qancha nuqtaga chiqish bo'ldi. Birisi mazmun jihatdan kuchlik turmush chinligiga ega bo'lib, avat xalqininki ishlab chiqarish, turmush, san'ati va estetik qarash bilan zish bog'langan. Ikkinchidan bunday ifodalash vositasi erkin. Avat diqqatlar resmi odatda shu shakl elish, obraz yaratish, rang ishlash jihatda bir qanday qoida prinsipni cheklimsiz ushirmaydi. Erkin ifadeydi. Buna kılanda ressam özünün hissiyatını udul, uçuk aşkara ve canlık tasvirler verdi. Üçüncü tarafta renk şirketiyatta nahit erkin. Mesela avat hallar resimlerde dikkat kıldan bolsak uçuk, sap, uçluk renklerini asas kalanı görürüz. Muştak renklerini kokma, jürelik şekilde. Dördüncü cihetten baş temini gövdendirişine ait ehmet ördü. Məlum bir əsərinin temiz qandaq olsa, onun işliki məzmun həm şundaq çıxıdı. Məsələn, Mollasul degan bir resimni sığan bolsa, taxta, buğdayның başaqları, qunaqның beşi qatarlıqlar, aşın əmgə qatqan dixandım yoğanda, aşın ki məzmun uxmaydığı adam birli qarsa, bundan qarab bu çoxum Mollasul təbə resimgən dep düşünülüyor. Bunun ommibablık çıxıb durdu. Muşunda başqa avat dixanlar resimləri özüge xas bir xil
üslup şekillendirildi. Yani her qanday bir şeyi özüne xaslığını tatmasa yo'qoldi, taraqqamaydi. Muşu nuqtamı avat dehqonlar resmini mush alayda qarab, buning keng istiqboliga bir umid bilan qarash bo'ldi deb qarayman. İlyasga hozirgacha qancha parcha rasm chizgansiz? Hozirgacha endi men shu 60-yillarni hisob qilganda 70-yillarni ming parchadan oshdi. Ming parchadan oshdi deganim endi shu chog'da endi slepiy kurash rasmlari ko'plab. Ajoyib rasmlar. Balkim hozir sizga rasmlaringizda mush do'lan turmushiga beg'ishlangan rasmlar ko'p bo'ldi. Endi hozir endi mush kundan men do'lan turmushiga beg'ishlangan 100 parchadan to'liq rasm chizdim. Balkim sizning shogirdlaringiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozirgi shu yaqindan buyon endi o'tgan shogirdlar hozir ikki bola mening yanımda tuvatda birisi Yangrıf'tan, birisi Roçel'den. Amdazım bu şu dikkat etsem zaten 8 nefer ballarımız var. Bana şu yanımda şu asasen ben balağı yetekçilik çıkıvatım. Balkim sizning ijodiyatingizni eng ta'sir ko'rsatgan bir ustoz bo'lgan bo'lishi mumkin, yetakchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu kishi kim? Başarılı mektepte Davud'un Tohtayıp, onun baş boşu resim sizişka şunda kızıp durgan vakitlardaki küçük vaktimdeki bir ustazım. Otur mektepte, tuluksuz otur mektepte Abdurrahim, Roziye, Eli İbrahim, Abla Abdurrahim Katarlık okutçular şu devirde bana bu işini geldi. 60 yıllar, 70 yıllar Allah'tan şu zaman bulmasa şu an Allah'da bana şu yacı resim siziş üretkenler. Ama ustaz boğanlar, Tuğu, şu vaktaki Medine Jotun Güvencanı, Emir Zakir, Yusufça Yakup deyiniz, şu çağda, şu resimde kalemizden ait küsetken bir adım idi. Ağzımda devir kegende ama hem de yaşanıp, hoşgün kegende, benim şu diyhallar resim, bir yoldaşlarının kuşluk kuşunu sebep kılan, Tarat İbrahim, yani Abdülhamid Raylık, Medine Senet Jotun'un atağlık ressami, ona ustaz bulup, yaşamına baktığımda benim bu sırf koşuşta, sebepçi bo'lgan meni har tarafdan yetaklab, yo'ldoshlarni yetaklab o'rgatgan ustozlarim bor. Bularga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Tursun efendim, avatdagi dehqon rassomlarning hozirgi ahvoli qanday? Ijodiyat ahvoli qanday? Endi 2000-yillar kelgan chaqda Tarat İbrahim aka avatga kelib, avatdagi dehqon rassomlarni tarbiyalash, tarbiya qilish, qator qushiyatda sözgüsü ünlüleşken. Dikkat yaşta sistemini terbiyeniş fırsatı iblamay. Özlerinin yürek boğularını, özlerinin tuygu təsiratları boyunca əgri büyürü sızıqla, bab gelmegen renk yakla arqılı sızıp pişken eti. Ferhat Malının bu yüzgülüşü bu ballarının sanat cihetinin ilmi terbiyenişte zor Türkiye'lik rol oynadı. Ferhat Malının bununla katman baskın 2000 yıldan başlayıp yana bizim naimizni bazı tutup bu şeyde dehqon ressamlarni tarbiyalash, tarbiya xizmatini yana bir baldoq yuqori ketadi. Madaniyat yurtini bazı qilib har yozib ta'tilda qanchalig'in arz soldi vaqtida dehqon ressamlarni yig'ib, ularning ijodiyat qizg'inligini urg'utib, aql bulutini ichib, rassomlik jihatda tarbiyalab, muayyan qo'shin ega bo'lgan avat do'lan rassomlarni barliq keltirdi. Burada tipik ispatında 2009 yılı avat dolan ressamları eserleri toplamaya deyilgan bir kitapçı işlendi. Bu kitapçının işlenip tartılışı ressamlarımızga manevi cihetten zor medet ve ilham oldu. Bizim okşaş tızıkçılar ve tatbikatçılar için birinci kol tatbikat materyali buldu. Bu kadar ressamlarım sızgan resimler Tarih Jurnali, Aksu Edebiyatı, Aksu Gezisi katarlık nüfusluk yazışmalarda üzüldürmey elan koyup keliyotidir. Ondan başka 2004-2005 yılları Abdülhamid Raylı'nın vilayet tüzgen el içi ressamlar ko'rgazmamizda bizim ressamlarımızga resimler birinchi, ikkinchi, uchinchi kitobga yetib keldi. Eng kishini suyunadigan ish 2010-yili bizning ressamlarimiz sizga resimlarning 60 parchasi tanlanib, Jejan ülkesinde ko'rgazma qilindi. Ondan kendin Şinjin'de ko'rgazma qilindi. Bu resimlerden 13 parçası tanlanıb, Amerika'nın paytaxtı Washington'da ko'rgazma qilindi. Tunji qadimda bunun setiş bahası $750 qilib bekitilgan. Bu shunday ko'rinish bo'ladi ki, bizim dolan ressamlarımızın icadetinin kıymeti yuqori.
Endi Osmanjon, diqqat etsamlar sizga rasmlarninki umum ijodiyat ahvolidan qaraganda u an'anaviy rassomlikdan qanday o'zi qolgan, uning qanday varislik qilgan deb qaraysiz? Do'lan dehqonlar rassomligi garchi hozir o'ziga xos bir xil uslub bo'lib shakllanayotgan bo'lsa-mu, lekin yana u Uyg'ur an'anaviy rassomligimizning taraqqi chiqqan deb qarayman. Hayotda turmushga bo'lgan qizg'in muhabbatni ifodalash, yerli xalqning urf-odati, an'anasini tasvirlash, undan boshqa yurtning go'zal manzarasini tasvirlash qatorliq odatlar. Ondan boshqa shu rangi bo'lgan tushuncha, rang ma'nosiga bo'lgan tushunchaga bo'lgan odatlar qatorliqning hammasi shu Do'lan Uyg'ur rassomligininki Uyg'ur an'anaviy rassomligidan taraqqi chiqqanligini ko'rsatdi. Tursun muallim, atrofdagi kishilarga shu diqqat rassomlarning asarlari qanday ijobiy ta'sir ko'rsatdi deb qaraysiz? Ya'ni bu shu avlodlarniki yetib chiqayotganligining o'zi diqqat rassomlar ijodiyatining el orasiga tinsiz ta'sir ko'rsatgan shakl kerak. Endi bizning bolalarimiz yozning pishqirib isqilarda o'zgartirib to'g'raymiz. Hozir ham Do'lan to'g'raq deb o'zgartirdi. Mushak bir suv cho'milgach, tabiatni huzurag'ach, shiyatni ajdodlarimiz yaratgan madaniyat meroslarini ko'rishga shunchalik tashna va taqozo. Balalar shay bir kelgandan keyin to'limi hayajonlanib keldi. Maddi ko'zlarni peşlerinde ma'naviy ko'zlarga loyiq diqqat rassomlarimiz va to'g'ri xizmatlar bo'lgan usta san'atkorlarimiz sizga rasmlardan huzur va zuq qilib biz bolalarimizni qalbi singdirishga ojizlik qilgan güzel istiqbolni shulardan imtildi. Balkim diqqat rassomlarimiz sizga rasmlarning qiymati endi bir qo'shin tashkillandi. Elde bir iktidarı teşkilini çaldı durmaktadır. Bu teknik mükemmel sistemik teşkilini kursuna yükseltse, belki biz oylayan bunu yukarı beddi kıymet ve iktisat kıymet yaptıp, bunların ordunu teknik düşünün. İlyaska, siz şu ressamlıkla şug'ullandim dediniz, belki bu şu diqqat ressamlarga, eliçi ressamlarga naidin ajratgan pulu vaki. Sizga odatda oyda qancha pul berdi? Menga da emas. Bizning hozir shu 8 nafar yo'llash bor. Bu yildan boshlab 259 koy. Pul beryapti bu. Bu shu bir pul amaliyotda bojirlan emas. Demak bo'lganda bizning mush bir sepib qo'shilib, o'zimiz shu Do'lan dehqonlarning rasmini qizib, mo'shani o'zimiz tushungan, bilganlarimizni bir shu taxta yuziga chizib biz shu noyimizga, xalqimizga bir namoyanda qolganimizni xo'shal deb hisoblaydi bu. Sizning ismingiz? Rasuljon Qurbon. Siz bu şu avatdagi diqqat rassomlarning vakili, shundaqmi? Shunday. Siz rasm ijodiyati bilan shug'ullangan qancha yil bo'ldi? Boshlang'ich ijod o'qiyotgan vaqtdan boshlangan. Endi bu qitim anglasak sizningki rasmingiz Amerikada ko'rgazma qilinibdi. Qaysi rasmlar deb bilamsiz? Birisi Do'lanlar, yana birisi Avat haqida rivoyat. Bu rasmingiz hozir shu Avat noyisida bormi? Do'lanlar degan rasmni qayta sizg'inni Jejonda ko'rgazma qo'yilgan joyda saqlash qilib qolgan. Avat haqida rivoyat Do'lan to'g'ri manzarasiga oyda ko'rgazma qo'yilgan. Balki shu ikki parcha rasmingizning Amerikada ko'rgazma qilinishi sizga nisbatan cho'ng bir ilhom bo'lgan bo'lishi mumkin. Shundaqmi? Albatta shunday bo'ldi. Parat Ma'lum bizga yetakchilik qilib, hozirgacha nurg'un yaxshi natijalarni qo'lga keltirdik. Parat Ma'lumning yuzidan deganda bu men sizlarni tarbiyalab, mushunday natijaga erishdim, lekin mening Amerikada rasmim yo'q. Lekin sizlar o'zinglarni hargiz tashlasangiz bo'lmaydi. O'zinglarga ishonchli yanimi turg'izib, texnik yaxshi natijalarni qo'lga keltirsangiz bo'lmaydi. Deb biz nurg'un yaxshi madadlarni berdi. Hozirgi Do'lan dehqon rassomlarningki asosiy aloyiligining yana birisi o'zimiz yo'qotib qo'yayotgan va yo'qilayotgan madaniyatlarni shu rasmlarda aynan ko'ra olamiz. Endi hozirgacha sizga rasm qancha parchaga yetdi? Hozirgacha kichik boshlab sizga rasmlar 300 parchadan oshdi. Endi siz vaqtda rasmlarda Do'lan turmushining qaysi xil taraflari ko'proq aks etdi? Asosli Do'lan turmushining ishlab chiqarish, turmush va milliy qo'l narvanchilik asos qilinadi. Endi shu aranglarda rassomlar o'tiribdi.
Muşu avattaki dikkat etsamlar işte de resimini bazar şekillendirip setip bakınla bağımı. Hazırlıkça setilgan eserler anca köp emas. Sanaqlıq bir neçilan. Peki iqtisadi kıymet yaratmadı şundak da. Şundak. Hem de hazır bir muşunda kılıp kölemli iş basmışı da. Ha. Resim bir milletning medeniyet çuğlanmasını, turmuş realligini, tarixini, badiiyatında eksettirip turadigan Мәңгілік сәнәт. Біздің диярымыздың ечіп шыққан декқан рәссамлары өзіміздің тұрмыш реаллығыны, бұл ішчан халқымыздың өлмәс симасыны, tariximizni, madaniyatimizni o'zgacha badiiysында ifodalab, xalqimizning issiq nafaslarini o'zgacha issiq ranglar bilan yorqin jilollantirib, o'zgacha san'at shaklini yaratdi. Men shu o'z diyorimizdan chiqqan dehqon rassomlarninki yanim tirishchilik ko'rsatib, yanim ko'p natijalarni qo'lga keltirib, ko'plab san'at varislarini yetishtirib chiqishini chin qalbimda umid qilaman. İlgiri mening tushanchamda ressomlikni iborat bu san'atni faqat oddiy holdagi obraz yaratish san'ati deb o'ylab ketganman. Men bugungi bu suhbat qatnashgandan keyin naq maydonda noyimizdan chiqqan dehqon rasmlarimiz sızgan Doğulan mədəniyyətimizə dair əsərlərini görgəndən keyin şundaq düşüncə kəldimki, rəssamlıq sənəti bir millətinin tünügünü və bugününü aynən əks etdirib berələydigan və kəlgüsüge qaldırıb berələydigan möcüzlik sənətken. Avattaki dehqon rassamlar özünün sadık xiyallarını pəlkuş qalemler arqılıq resimge ilip diyarimizin güzelliğini, medeniyet katlamını epçil vasıtalar arqılıq del vaxtida aks ettirdi. Biz dehqon rassamlar sızgan bu resimlerden fəxrlimiz. Ularning altın boyuğa amallık tileymiz. Bugün söhbetimiz muşayda axırlaştı. Keler hep görüşaylı, xeyir xoş.